Assalomu alaykum Shahzoda opa. Uy sharoitida soch to'kilishiga nima qilsak bo'ladi? Xo'p, yozib oling. Ikkita usulni baravariga aytib o'taman. O'zingizni uyda ishlatayotgan shampuningizga attorlarda sotiladigan momiyoni olasiz. Bir o'rik danagi kattaligini 100 gram qaynagan suvda yaxshilab eritib olib, shampunga qo'shib, yaxshilab aralashtirib qo'yasiz. Ikkinchi usuli 4 ta aspirinni un holatiga keltirib, shampunga qo'shib aralashtirib qo'yasiz. Xohlasangiz unday, xohlasangiz bunday foydalanishingiz mumkin. Va doimiy ravishda mana shu shampundan foydalanasiz. Undan tashqari, haftasiga kanakunjut yog'ini sochingizni terisiga yaxshilab surtib, masaj qilib, kechasiga salafan kiyib, ro'mol o'rab yotasiz va ertalab mana shu tayyor shampuningizga yuvib olasiz. Mana shu usuldan foydalaning. 2 oy ichida sochingiz 2-3 baravarga ko'payganiga guvoh bo'lasiz.